O'ylab uyimga yetolmayman men hamon. Nega biz bunchalar xudbinga aylandik qay zamon? Xohlamaymiz uyimizga kelsa bir mehmon. Qachon ketar ekan deb turamiz hamon. Shunchalar xudbinga aylanganimizni bilmay qoldikmi ey inson? Nega kelsa bir mehmon, yeb ketarmidi uyimizni ey inson? Yesa yeydi ozgina ovqat, ozgina non, shunga jonimiz chiqadimi uyimizga kelsa bir mehmon? Undan ko'ra xursand bo'laylik, shu inson uchun qadrimiz bor ekan shukr qilaylik. Biz ham shu mehmon izzatini qilaylik. İçimizde qachon ketar ekan deb turmaylik, undan ko'ra kechga yotsin deb turaylik. Bizning ichimizni bilmasa ham shu mehmon, lek Robbim barini ko'rib turibdi hamon. Robbim uchun qalbimizni pok qilaylik. Uyimizga bir mehmon kelsa, xursand bo'lib tabassumda kutib olaylik. Shu mehmon ikkinchi bor keladigan qilib jo'nataylik. Bunday xudbin insonlardan bo'lmaylik. Boymi kambag'almi bir ko'z bilan ko'raylik. Aslo insonlarni bir-biridan